Hammaga salom do'stlar. Men bugungi videoda yangi akkauntimni ko'rsatmoqchiman. Yangi akkaunt ochdim va buni qanday qilishni ham o'rgataman. Mana yangi akkauntda Housen bilan Rashford'im bor. Va 5-6 ta ko'k o'yinchi va bu sostavga men darvozabonlarni yig'yapman. Darvozabonlar bilan nima qilamiz? Ya'ni hamma o'yinchilarni sotib olamiz-da, Housen bilan yana qani? Mana Realning yangi o'yinchisi Carlos Espini sotib oldim. Bo'yi 1.94 ekan va Silas 85. Ko'rganingizdek, men buni avvalgi taktikamdaqa o'rtaga qo'yib, ya'ni 4-1-2-3 taktikasida mana men bu 4-1-2-3 taktikasida o'ynataman. Ya'ni Realning sostavini yig'moqchiman bu akkauntimga. Xo'sh, yangi akkaunt qo'shish uchun birinchi navbatda Play Marketga kirib, Play Marketdan Island deb yozasizlar. Island mana ilova o'zi chiqib keladi. Island. Mana bu Island degan ilovani tortib olasizlar. Keyin esa Island degan ilovaga kirganingizda mana bu Google Play degan joy turadi. Islandning o'zidagi Google Play. Bu yerdan xohlagan o'yinlarni torta olsanglar bo'ladi. Mana shu yerdan DLSini torta olasizlar. DLS 26 mana. DLSini torta olasizlar. Menda tortilgan va ikkinchi akkaunt sifatida mana kiraveradi. DLSda. Bu yerga agent yig'yapman. 2 ta agent bo'ldi. Men bu agentlar ketishiga 1 kun qolganda ochishni boshlayman. Ya'ni chempionatchalarni maksimal yutyapman. Umuman yutib yo'q. Mana bu chempionatchalarda. Keyinchalik bu akkauntda ham videolar chiqardi. Chempionatchalarni yutayotganimizda video chiqaraman. Keyin Housen asosiy sostavga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi. Sport bilan SP hujumda. Real sostavini yig'ib, maksimalni full qilib davom etamiz hali. Va biz bugungi videoni o'z nihoyasiga yetkazamiz. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.